Assalomu alaykum, qadrli bizni kuzatuvchilar. Chorvadorlik bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun o't va don mahsulotlarini maydalashlikda universal drabelka so'ragan akalarimiz uchun universal drabelkalarimizni yangi partiyalari yetib keldi akalar. Hozirda bu universal drabelkalarimizni ikki xil varianti bor akalar. Bularni hozir sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Kimga mana shu turdagi drabelkalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Ekranga nomerlarimizni qoldirib qo'yapmiz. Bu universal drabelkalar 220 tokda ishlaydi. Xonadon uchun mo'ljallangan. Bittadan boshlab 10 ta, 20 ta qo'yi bor, moli bor akalarimiz bemalol olib foydalanishlaringiz mumkin. Buni qulayligi tomonlama, bezopasnosti tomonlama akalar anchagina samodenniy drabelkalardan anchagina aqlli qilib ishlangan. Bu chorva uchun mo'ljallangan drabelkamizda ho'l quruq hashay mahsulotlari bu tomondan kiradi va don mahsulotlari esa bu tomondan solinadi akalar. Buni ishlash prinsipiga keladigan bo'lsa, o'zini komplektida setkalargacha qo'shib beriladi. Bu setkalar yordamida e'tibor bering, selos darajasiga keltirib chiqarish uchun 1-1,5-2 sm gacha. Bundan tashqari don mahsulotlarini maydalash uchun mayini kepay darajasigacha chiqarib bera oladi va undan tashqari yorma holatiga keltirib chiqarishlik uchun o'zini yana addenli setkalari bor akalar. Xohlagan razmeringizga qo'yib ishlatib foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu drabelkamizni ma'lumotlarni berishdan boshlaydigan bo'lsak, drabelkamiz Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan 220 tokda ishlaydigan drabelka hisoblanadi. Drabelkamizning motorlari e'tibor berishlaringiz mumkin. 3 kW, 4,5, 5,5, 6,5 kW gacha motorlar qo'yib berish imkoniyati bor. Bu degani uyingizda tokka qarab turib drabelkamizni moslab tayyor holatiga keltirib beramiz akalar. Bu degani hozir o'sha qish payti yetib keldi akalar. Barcha joylarda o'sha tok pasaygan bo'ladi va past tokdan ishlaydigan motorlarda qo'ydirib olishlaringiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu universal drabelkamizni bu tomondan ho'l quruq hashay mahsulotlari kirgandan keyin buni ichki tomon sistemasida o'zini pichoqlari bor akalar, e'tibor beringlar. Mana shu turdagi segmentli pichoqlardan foydalanilgan bo'ladi va yonida vertikalli pichog'i bo'ladi akalar. Patchinliklari ham akalar e'tibor beringlar, solidorniy variantidan bo'ladi. Bemalol solidorlab anchagacha ishlatishlaringiz mumkin bo'ladi. Setkalarning qo'yilishi mana shu holatda setkalar qo'yiladi. Siz xohlagan razmeringizga qo'yib ishlatishlaringiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari don mahsulotlarini maydalayotgan paytida e'tibor beringlar, mana shunday dukular yordamida maydalab, yanchib sizga o'sha kepay darajasiga keltirib chiqarib bera oladi. Xo'p, bu universal drabelkamizni ichki tomon sistemalarida 5 qatorli, 6 qatorli, 4 qatorli segmentli pichoqlardan foydalanilgan bo'ladi. Sifatiga qarab narxlari o'zgarishi mumkin. Xo'p, yonidagi vertikalli pichog'i nima uchun yordam beradi? Bu tomondan ho'l quruq hashay mahsulotlaringiz kirgandan keyin mana shu vertikalli pichoq maydalab ichki tomonga olib kirib beradi va ichki tomonda setkadan o'tganligi uchun xohlasangiz pastki tomondan, xohlasangiz tepa tomondan mahsulotlaringizni chiqarib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, undan tashqari bu drabelkamizda e'tibor beringlar, don mahsulotlari bu yerdan tushadi. O'zini mana shu turdagi ochiq joylari bo'ladi. Buni yopib ham ishlatishlaringiz mumkin. Ho'l quruq hashay mahsulotlarni chiqarayotgan paytingizda bu tomonni yopib qo'yish kerak bo'ladi. Agarda don mahsulotlarni chiqarayotgan paytingiz bu tomonni ochib, u tomonni yopib qo'yish kerak bo'ladi akalar. Xo'p, bu universal drabelkamizda don mahsulotlari nima-nimalar kiradi degan akalarimiz uchun don mahsulotlarimizga bug'doy, sholi, arpa va undan tashqari makkalarni mardagi bilan, sotalari bilan bemalol solib maydalab kepay darajasiga keltirib chiqarishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu drabelkamiz o'zi harakati cheres remen orqali bo'ladi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Motorlari aytib o'tganimdek 3 kW, 4,5, 5,5, 6,5 kW gacha motorlarni qo'yib berish imkoniyatlari bor. Xohlaganlar uchun listlari qalinroq, xohlaganlar uchun listlari yupqaroq variantlarni olib kelib qo'yganmiz. Bu drabelkamizni hozirgi paytda e'tibor beringlar. Listlari ozgincha yupqaroq varianti. Bunda endi 3 tadan chiqaradigan joylari bor. Ichki tomon sistema, ishlash prinsipi bularda bir xil bo'ladi. Bu tomondan don mahsulotlari tushadi. Yon tomonida yana bitta bunkeri bo'ladi, bunga o'xshagan. U tomondan ho'l quruq hashay mahsulotlari kiradi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bunda ham segmentli pichoqlardan foydalanilgan. O'zini komplektlariga, o'zini setkalari
komplekt holatda qo'shib beriladi. 3 tali, 4 tali, 5 tali setkalari bor akalar. Bularda hozirgi paytda narxlariga qiziqqan akalarimiz uchun agroservis do'konlariga kelib, eng arzonchi modellarni 3.200.000 so'mdan boshlab akalar. Uyingizda tokka qarab turib, agar motorlar o'zgaradigan bo'lsa, drabelkani sifatiga qarab, listlari qalin yupqaligiga qarab, yana narxini kelishamiz. Eng arzon modellari 3.300.000 dan, eng sifatli original modellari 4.500.000 so'mgacha har xil varianti bor. Kelib, tanlaganingizni narxini kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Kimga mana shu turdagi drabelkalarni ishlash jarayonlari ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer qoldirib qo'ydik. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, yana ham to'liqroq batafsil ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Qishloq xo'jaligi texnikalarini eng arzon joyi va optim bazasi hisoblanadi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Ana shu nomerlarga aloqaga chiqib, yana ham batafsilroq ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.